Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi kunimiz har birimizga xalli barokatli o'tsin. Mana hozir 2025-yil so'nggi kunlarda turibmiz. Ilohim 2025-yilda erisha olmagan niyat maqsadlarimizga har birimiz 2026-yilda yetkazsin. Mana bugun gullarimizni reanimatsiyasiga kelganmiz. Bu qayerda deb joylashgan desanglar, bu bunaqa joyimiz o'zimiz Andijonda. Bu birovniki emas, o'zimizniki. Ko'rib tursanglar, mana dehqonlarda manaqa mahsulotlar topiladi. Bu gullarimiz ozgina stressga tushgan, shuning uchun bularni issiq joyga qo'yib, ozgina kutishimizga to'g'ri keladi. Mana ko'rib turibsizlar. Sizda ham manaqa gullaringiz barglarini to'kib, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, manaqa og'ir ayanchli ahvolga tushib qolsa, umuman xafa bo'lmang. Yaxshi bo'ladi yoki yaxshilikka bo'ladi. Sababi bilmaymiz u. Buni hikmatini faqat yaratgan Allohning o'zi biladi. Endi asosiy masala mana gullarimizni sizlarga bir ko'rsatib qo'yay dedim. Ko'rib turganinglardek, mana bu geranlarimiz, bu geranlarni kesib ko'paytirgan jarayonida ko'rib turganinglardek chiroyli bo'lib tomirlar otishni boshladi. Bunisimiz esa bahorda mavsumiy qo'shni qirg'iz xalqi juda ham yaxshi ko'radigan Gansaliya, ya'ni esmeralda deb qo'yadi. Esmeralda gulimiz. Ko'ryapsizlar, mana ochilishni boshladi. Xudo xolasa bahorga tayyorgarlik yaxshi, xudo xolasa. Erta kuni mart oyidan boshlab shular sotuvini boshlaymiz. Mana mollarimiz geranlarda matkasi deb qo'yadi buni. Tomirlari bor bularda hozirgi holatda. Mana e'tibor bersanglar, Xitoyda ko'rsatgan edim. Yashikdan xitoyliklar stilaj qilib qo'ygan edi. Biz ham xitoyliklardan qayrimiz kam deb shunaqa qilib stilaj qilib qo'ydik. Unumli foydalangan holatda. Bu yerga kelsak, ionomuslarimiz bor. Eron bravolar deb qo'yadi, aralashtirib qumga sayib qo'yganmiz. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, qum. Xudo xolasa bular 1 oy 40 kun davomida issiq holatda saqlansa, tomir otadi. Mana o'zimizning kamilalarimiz bor bu yerda. Bu kamilalarni nimaga bu yerga olib kelib qo'yding desa, bu kamilalarni ham ko'paytirish harakatidamiz. Qani birsini o'qib ko'raylikchi. Bizda ham ko'payarmiki? Mana ko'rib turganinglardek kamiliyani kichkina qilib sayib ko'rdik. Kamiliyani 2 xil usulda ko'paytiryapmiz. Bu archamiz hisoblanadi. Archa endi uzoq yo'ldan kelganda shunaqa holatlar keladi. Shuning uchun bularni olib kelib o'zimizni nimada ekib ko'paytirishga harakat qilib ko'ramiz. Qanaqa holatda bo'ladi bilmaymiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi yo yaxshilikka bo'ladi deb aytib o'tdik. Shuning uchun sabablarni qilaveramiz qo'limizdan kelgancha. Buni 2 xil usulda ko'paytiryapmiz. Bittasi qumga sayildi, bittasi begomizga sayildi. Xudo xolasa natijasini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerga kelsak, mana bu 5 yil bo'lgan xurmo daraxtimiz, ko'rib turibsizlar. Shu ro'za oylarida bu narsani o'zimiz qiziqishga undirib ekib chiroyli qilgan paytimiz shu darajaga keldi 5 yil davomida. Qani buni ham mevaladimi yo'qmi ko'ramiz. Agar kimdadir mevalagan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Bunaqa xonadan 3 ga bo'lib qo'yganmiz. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yoqda bitta, o'rtasidan salafan tortganmiz va bu yoqda yana bitta qatori. Bu yerda asosan geran va flargoniyalarda ko'paytirish jarayonidamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, eslagan bo'lsanglar, shuni urug'ini sepib chiqargan edik. Esmeraldalarda Gansaliya deb qo'yadi. Mana hozir issiqxonamizdagi issiqlik darajasini ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Mana hozirgi kunda qish kimdir uyini isita olmasdan dod deb yurgan paytda mana shunday issiqxonamizdagi harorat 19-20 gradus darajada ekan. Shuning uchun odam ozgina mehnatdan qochmasligi kerak. Mana e'tibor beryapsizlar. Pastlaridan ham unumli foydalangan holatda manaqa mahsulotlarimiz ham bor. Stilajimiz taylarida ko'rib turganinglardek reanimatsiya bo'lgandan keyin bu yerda bir qarachadan ham unumli foydalanishga harakat qilamiz. Bularda tomiri bor. Bularni ham kesib ko'paytirish kerak, lekin vaqt yetmay qolyapti gohida. Xitoy gullari bilan bo'lib, bularga e'tibor kamroq bo'lib qolyapti. Pastda e'tibor bergan bo'lsanglar,
tayyorlari bor. Mana qilib taylariga chiroyli qilib qo'yibmiz. Endi sekin-asta bularni bahor kelishi bilan yorug'likka olib chiqamiz. Mana bulardan sizlarni guvohliginglarni bittasini ko'raylikchi, qanaqa holatda ekan, harakat bormi yo'qmi ko'rib chiqamiz. Bismillah. Qani ko'ryapsiz, mana tomirlar ishib qolgan, harakatda. Mana sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Xudo xolasa harakat yaxshi ketyapti, ko'z tegmasin. Alloh nasib qilsa bahor oylariga geranlarimiz chiroyli bo'lib ochilib bersin. Mana hozirdan ochilishni boshlab yuboribdi. Mana sizlarga aytib o'tgan ikkinchi kameliyamiz. Kameliyani manaqa o'zimiz oddiy begomizga sayib qo'ydik. Nasib bo'lsa buni ham o'rganishga harakat qilyapmiz. Mana bu yoqqa qarasak, haviya palmalarimiz bor. Chiroyli qilib ekib qo'ydik mana. Haviya palmamiz juda ham chiroyli ekan, beor ekan, eng asosiysi. Xudo xolasa buni ham ko'paytirishda harakatdamiz. Endi holimizmi yo'q, manaqalari ham chiqar ekan, iloji yo'q mana. Ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda Dratsena juda ham chiroyli ekan, baquvvat ekan, bu jonivor, joni ham qattiq ekan. Mana ko'rib turibsizlar, bular matkalar hisoblanadi. Onaligi bu tomondagilar mana saylab yangi chiqayotgan nihonlar. Xudo xolasa bu yerda ko'rib turganinglardek taxminan 50 mingta atrofida geran ko'chatlarimiz mavjud. Nasib bo'lsa shu mahsulotlarimiz bahor oylariga chiroyli bo'lib ochilib beradi. Shunga harakat qilyapmiz imkonimiz boricha. Mana bu yoqda pastga qarasak, kitayskiy rozalarimiz bor. Bu kitayskiy rozalar hozir uyqudalik uchun bularni pastga qo'ydik. Xudo xolasa bularni ham tepaga tepa yorug' joyga olsak, mana ko'rib turibsizlar. Bir oyda o'ziga keladi. Bu ko'pchilik aytadi-da. Buni qilish qiyin deydi. Yo'q, qilish qiyin emas. Xudo xolasa odam qilganda odam qilaveradi. Faqat o'rganish kerak. Meni tanigan bilganlar biladiki, men oldin bunaqa narsalar bilan shug'ullanmaganman. Qaysi ma'nodaki, kesib ko'paytirish bilan shug'ullanmaganman. Men faqat urug'dan gul ko'paytirgan faoliyat yuritardik. Urug'dan ko'paytirgan dehqon edim. Lekin mana Xudoga shukr buni ham harakat qilyapmiz. Imkonimiz boricha sabablarni qilyapmiz. Mana qilib mana chiroyli holatga kelyapti. Demoqchi bo'lganim, harakat qilishdan to'xtamang, qilib ko'rishdan hech ham qo'rqmang. Siz qo'lingizdan kelganini qilavering. Bo'lish bo'lmasligi Xudodan, bizdan emas. Shunchaki siz mana biz sababini qilsak bo'lgani. Bar bekor ham o'tiribsiz, telefon kavlab. Kuninglar xayrli o'tsin.